o'zgarmaydi. Kechirasizlar, miyasida buzuqliklar duo bilan o'zgarmaydi. Alloh irodasi-yu. Bizda kriteriyalar bor. Axloq buzuqliklar 40 yoshdan keyin, endi axloq buzuqlik bu deviantное поведение deydi psixologiyada. Bu narsa patologiya. Bu har 5-odamda chiqib qolishi mumkin ehtimol. Buni psixbolnitsaga yotqizmaysiz. Buni klinikasi yo'q, buni dori bilan davolanmaydi, lekin u deviantный aloqada yuradi. Yoki bo'lmasa ikkinchi mijozim bor. Eri do'pposlab urib pachog'ini chiqaradi, bola burnini qoq desa, uyqusi kelib uyqusirab yotgan, qoqdiman desa, keyin desa kelib duppillab urgan bolani, ko'zi ko'kargan, eshitgan, qayerqa yashasin unaqa bilan. U bolaga otadan xayr yo'q. U ketish kerak, ona bu bola muhitdan qutqarish kerak. U katta bo'lganda nima bo'ladi? Bunaqa muhitda o'sgan bola katta hayotda narkomaniyaga, prostitutsiyaga, jinoyatga zo'r tayyor yem bo'lib turadi. Ichida alamzada bilan o'sadi, adasini gupillab urganlarini, onasini dabdalasini chiqargan, ichiga yutgan, chiqara olmaydi, hal qila olmaydi. Keyin katta bo'lganda ozgina narkotik beraman desa, bo'ldi, ketdi shu bilan. U tajrimdan boshqa qutulish yo'li yo'q.